Bugün görürmenler, bugün ustazımız Kurban Akı'yla bu atkan sohbetimizin devamını başlaş aldık durumuz. Ben hem de tanıştırışını az kılay. Aldı ulema gapni Şöhret Efendim gibi Şöhret Efendim'nin bir Kurban Kamıga ve görürmenlerge alaydım bir salım var. Kendi Şöhret. Assalamu alaikum. Men yaqinda Kaliforniyaga sayohatga borgan ayıl bo'yicha shu yerda uchrashgan barliq qarindoshlar, xizmatdoshlar, burunqi og'aynilar hammasi birlikda bizning bu programmamizni, leksiyani yomon yaxshi ko'rganligi, nihoyatda cho'q ko'rsatganligini bir xilda menga dedi. Ularning Qurban Kamıga bo'lgan salomini alayda yetkazman. Hammamizga aniqki biz Uyg'urlarning tarixini bu hech qanday mayli boshlang'ich maktab bo'lsin, o'rta maktab bo'lsin, oliy maktab bo'lsin, hech qanday darslik qilib o'tmagan bizga. Xitoy tarixini 1 yil o'tdi. Kompartiya tarixi, Xitoy Kompartiya tarixini 1 yil dars qilib o'tdi. Kommunist partiya tarixi bor, hatto Yevropa tarixi bor. Yillab berib o'tdi. Boshlang'ich, o'rta maktab va oliy maktabda o'qishmagan cho'nqurlikda. Ammo bizning tariximizni hech qanday ya darslik yo'q, ya dars qilib o'tmaydi. Hatto tarix o'qigan odamlarning xabari bo'lishini atayin. U yerda bu yerda pachpirat anlab qolgan bo'lishimiz mumkin. Ammo Qurban Kamıdak buni qadimgi Uyg'ur tarixidan hozirgacha tushuntirib o'tadigan odamlar fursat nihoyat oz. Shuningga Qurban Kamıga alayda rahmat aytamiz. Bizning Uyg'ur tarixchimiz, arxeolog, hammamizning bu odamning mushtas leksiya so'zlab berishi bizning boyligimiz. Rahmat. Sizlarga rahmat. Hamda boshlayib o'taylik. O'tgan qitimqi suhbatdan keyin nurg'un talablar keldi. Talab deganimiz endi savol keldi. Ben şu savollarga javob berishni nihoyatda muvofiq ko'rdim. Endi savollarning birisi Uyg'ur tarixi deydigan kitoblar bek ko'pkan. Udul kelganni, bulutni danglaganni o'qiyveribdik. Bu suhbatni anglab kallam boshqacha bir sagidi. Tarix kitoblarining qandig'ini o'qisa yaxshi. Bu vaqtda maslahat bersanglar debdi. Yani ben bu hafta başka dostlarga maslahat bergenden ko'ra o'zimning beshimning o'tganlarini so'zlab beraydi atman. Ehtimal shu foydali bo'lishi mumkin. Hem menimmi abiyam savol qo'ygan qarindoshimiz aytgandek kitap o'qib kallam yo'yilib ketgan bir mezgil. Keyin yana kitap o'qib kallam qaytadan yo'yildi. Yani bunun jarayoni bu bir qiziqarli hikoyalar. Men kitap o'qishga boshlagandan tortib, yani 50-yillarda o'qigan kitoblarning hammasida Şinjan ezelden Jungo'nun bir kısmı diyen gap var. Ve muşundak ideya sığdırılgan. Ben Ali mektepke çıkkandan keyin bu resmi derslik kılıp ötülüp benim kallam bütünley yuyulup oldu. Ben bu Şinjan ezelden Jungo'nun bir kısmı diyenini kabul kıldım. Kabul kılmaya amal yok, başka benim bilirliğim yok, başka kitaplarım yok.
Endi men buni sal tafsiliyroq so'zlab beray. Men oliy maktabda arxeologiya o'qigan Şiyanda. Bu Şiyan degan yer qadimgi Chang'an, Seriq podshoning qabrisi shu Şiyanga yaqin yerda, Tongchuan degan yerda. Asar atiqlarni ayt ko'p. Bampo degan yerda ibtidoiy jamiyatning izlari bor. Lentong degan yerda shundoq. Lantian degan bir yerda Lantian maymunlarining xarobalari bor. Bu Şiyanning ichida Beylin muzeyi deydigan, Obidilar muzeyi deydigan muzey bor. Buningda Şiyan degan yer 11 davlatga poytaxt bo'lgan yer. Demak bu necha ming yillik tarixi bor. Bu yerda asar atiqlar nihoyat ko'p. Mening o'qigan yerim hamda o'sha arxeologiya o'qig'achqa bu yerda asar atiqlarni intayin ko'p ko'rgan. Shuning bilan ko'p tanishgan. Hamda bu shu bizning arxeologiya darsimizda madaniyat o'tiri tuzlanlikdan chegara rayonlarga tarqalgan degan nazariya singdirilgan. O'tir tuzlanligimiz Şiyandan Xananning loyang'ishlik bo'lgan joydagi bir rayon. Mana bu Xitoy degan millatning shu eng burunqi joyi bo'lgan ekan. Shularning aytishicha. Bütün madaniyat mushu o'tir tuzlanlikdan boshqa chegara rayonlarga tarqalgan ekan. Yani ular aşı dersinin her qanday yerga qarasa, chegara rayonlarda madaniyat ilg'or o'tiri tuzlan madaniyatining ta'siri ostida bo'lgan, taraqqiygan degan bayonlar bor. Yani bu dersni anlab bo'lgandan keyin praktika shu Bampo degan yerda bo'ldi. Yerda Chingizxonning qabrisini qazib chiqqan yer shu Lentongning bir teg'ida. Shuni qazishqimi bizning sinib qatnashgan Turponda praktik ko'rgan Astana qabristonligida Miranni qazishqimi qatnashgan. Demak, men shu arxeologiya o'qiyotgan vaqtda o'shunday praktikalarni ko'rgan. Şiyanda 4 yıl o'qish jarayonida men bizga doir hech qanday asariyatini ko'rmagan. Masalan, Şiyanda Uyg'ur piramidalari bor deb hozir oshkora bo'ldi. Ammo biz ko'rmagan. Uni ya bizga ko'rsatmagan, ya bo'lmasa bizning muallimlarimizmi uqmaydi borlig'ini. Ammo shundoq sabablardan nurg'un narsalarni ko'rolmay qolgan. Endi arxeologiya darsimizning ahvoli shundoq. Shu azaldan o'tir tuzlan ilg'or madaniyati chegara rayonlarning madaniyatiga ta'sir qilgan degan ko'z qarash, uningdan boshqa hech qanday ko'z qarash yo'q. Demak, kallim shundoq yuyildi. Ham tarix darsida-chi Favillarning Jungo tarixi deganni o'qidik. Ya'ni muallimlarimiz o'zi tuzgan Xinjiang tarixini o'qidik. Uyg'ur tarixi deganni o'qidik. Uningmi hammasida azaldan Jungoning bir qismi degan ko'z qarash, shundoq nazariya singdirilgan. Uyg'urlar 840-yildan keyin Urxun vodisidan ko'chib kelgan. Uning ilgari Tarim vodisida Uyg'ur yo'qdi deydigan ko'z qarashmi singdirilgan. Hatto bu yerda Uyg'ur xalqini Qirg'izlar og'dirib o'tgan degan ko'z qarashmi singdirilgan. Keyin qarasak bu hammasi yolg'on gapgan. Endi darslik shundoq. Bizning vatanimizda
chiqqan kitaplar, nashr qilingan kitaplar, mayli Xitoycha bo'lsin, mayli Uyg'urcha bo'lsin, hatto Uyg'urlar yozgan kitaplarnimi bu shunday demaydigani yo'q. Yani bunda gapga ko'nmay amal yo'q ekan. Demak, menga yuyilib ketdi degan shu. Ashundaq nazariyani qabul qilgan, shundaq gapni anglab endi maktab bitlagan. Mushundaq nazariyani o'qiversa, mushundaq ko'z qarashdagi kitoblarni o'qiversa, odam o'zining ajdodini tonimaydigan manqurt bo'lib chiqadi ekan. Manqurt deganimiz hamda o'zining ajdodini tonimaydigan odamlar manqurt deb ataladi. Endi men o'qigan qadimgi Xitoy tili degan dars bu sal foydaliroq bo'ldi. Nemishqa deganda bu darsda biz asli kitobni o'qidik. Xannoma, Tomnoma, Unoma, Bunoma degan shu asli kitobni o'qidik. Asli kitob o'qiganda ma'vu alqi bizga o'tgan shu darslarda bor gapga o'xshamaydigan gaplar ham bor. Masalan, G'arbiy yurtda 36 davlat vardı, onun hammasi Allohga qaraydi degan narsa shu biz o'qigan shu qadimgi Xitoy tili darsligida shu asli kitob o'qiganda mushundaq narsalarni ko'rib, aniga bu ajab o'xshamaydi-ku degan bir savol kelgan kallaga. Ammo buni chunqurlashtira olmagan. Onunda nurg'un narsalar bordi. Xu deydigan bir gap bor Xitoycha. U xor, O'g'izlar degan gap. Hun, Türk, Uyg'urlar mushlarning hammani xu deydi. Xuchi yemeklik, xuchi kiyim, xuchi chalg'i asboblari deydigan gaplar jiq. Bu senda yo'q, bu xudi bor ekan, bizda bor ekan-ku. degan narsami shu vaqtda azroq kallaga kelgan. Demak, shu darslarning ichida, shu qadimgi Xitoy tili darsligining ichida shu bizga azroq yaxshi unum bergan narsa shu qadimgi Xitoy tili. Uni ular o'zgartmay shunday o'tgandi. Endi partiya tarixi deganda biz Yanganda o'qidik. Endi Yanganda o'qigan vaqtda men butunlay shu Kommunist partiya nada yig'in ochdi, bu yig'inlar qayerda bo'ldi, shu har bir yig'in ochgan joyga berib, shu yig'inning mazmunini tunishtirdi. Bu shunda o'tgan. Ammo Yangan degan bu joyda odamlar shundoq namratgankin, odam hayron qoladi. Biz tamoqxonalarga kirsak, biz tamoq shunda tutishgan vaqtda atrofimizda oz deganda 8-10 odam qator sap turib tilaydi bizdan. Qoldin tamoq o'tmaydi. Odatda yangiliklar bilan ko'rishdik. Mavzudan turgan shu Yangjaling degan yerlarga bordik. Shinxuashi bor, Chinglansan degan tog'larga chiqdik. Shu Yangandagi nurg'un noilaga bordik. Bu yerda ko'rganimiz namratlik. Mana Kommunist partiya mashada jenni qutqizibdi. Mushqaq ashlarni qo'g'dab qopdi Xuzunlanning to'piqidan. Ham keyin mavzudan aya ketgandan keyin bular bilan qara olmabdi degan narsa qalbimizga kelgan. Ammo bu gapni qila olmaydik o vaqtda. Ana shu partiya darsi shahar o'tdi. Biz amaliyotni ko'rgandan keyin qalbimizga shu vaqtda ozroq savolmi kelgan. Men oliy maktabni tugatib 60 oylik muzeyga Urumchiga taqsim qilinib kelgandan keyin
muzeyning arxeologiya atritiga bölündü. Bu atratning boshlig'i tunji qatim bizga bir chet ellik yozuvchini, bir tarixchini tanqid qildi, tanqid qilib ko'rsatdi. U odamning ismi Lattimore. Sizda uning kitobi bor. U bizning boshlig'imiz, u Lattimore deganni shundoq tanqidladi, uning shundoq o'chgankan. Bu Jungoda madaniyat boshlanib bo'lganda, o boshlanib mush davri kelganda Amerikalik daraxtdagi maymunni nima bizga bunda deydi. Bulutmu asonliq millat tarixini bular bormaladi dedi. Hani nimalarni bormalaganligini demayli tanqid qildi. Uni angladi, o kitobni testa keyin topdim. Şu Lattimore'ning kitobini Xitoycha tarjima qilgan kichik bir broshura bor ekan. U shu Uyg'ur sarani ekan. Şu adam bana ariyat berib turdi, men bir o'qidim. Şu kitobni o'qigandan keyin mening kallam qaytadan yo'yildi. Şu oliy maktabda bizga o'qitgan, shu hukumat o'qitgan arxeologiya dersi, tarix dersi, o dersi, bu ders deganlarning hammasida singdirilgan bosh ideya hammasi yolg'on degan narsa qoladi. Yani şu adamning kitobining hammasini bir tepib o'qiyman desam, o vaqtda o mumkin emas edi. Buni o'qiyamiz. Ama şu Lattimore'ning kitoblari man qaydan ta'sir qildi. Uyg'urlar madaniyat yaratgan vaqtda bu Xitoylar nima ekan degan gapim bor edi shuningda. Bu menga nihoyat ta'sir qilgan kitob bo'ldi. Hem shundan keyin Abdulmurayillik muzeyda qadimgi yoziqlarni ratlash ishi boshlangan vaqtda men ba'zi yoziqlarni ismini bilemedim, onu redleyemedim. Uqamagan narsalar ko'p bo'lg'achqa men talab qo'ygan, men bir sanskrit deydigan bir dars bor ekan. Shuni o'qigan bir odam topdi hozir. O'sha Jungoda, Bejin universitetida, u Germaniyada o'qigan odam ekan. Shu odamning oldiga berib bir nima qilib kelsam, ta'lim etib kelsam, yani kim ma'qul deb meni shu yerga avatdi. Ben o adamdan sordum, o adam bana bir broşür verdi, nəhayət yaxşı məsləhətlərini verdi. Şöyle qayıtıb gəlgəndən keyin biz bu Abdulmurayillik muzeyda 55-ci il qurulğandan tartib şu 70-ci illərçilik saqlanğan qədimki yazıqlarını rətləydigan işini başladıq. Endi muş işlarni boshlash jarayonida shu nihoyatda menga ta'sir qilgani yana shu Bejin universitetida o'rgangan sanskrit darsi. Bu sanskrit degan Tarim vodisida qo'llanilgan qadimgi yoziq. Bu o'lgan yoziq. Bu tilning so'zliklari Uyg'ur tilida bor, Hindi tilida bor, İran tilleri de var. Bu hem de Hindi-İran tilleri sistemi sıkırılır. Yani Avrupa tilleri sistemi sıkırılan til. Yani bu Sanskrit hem de şu buna ait bunun devri şu miladının aldı kendini dağıtıp miladın ilgili şu Hindistan'ın şu en kadimi medeniyetleri hemisi şu Sanskrit medeniyetinden kabul kılan bu nazariyeler var. Yani bu Sanskrit dersi asasen dünyadaki bir neçe çoğun dinini tadqiq qilgan derslik bo'lg'achqa bu
arxeologiya bu tədqiqat o'rni o'tgan darslar menga asosan diniy jihatdagi savodlarni berdi. Dunyodagi cho'ng dinlarning dinlar haqidagi uchurlarni o'rgandim. Shuning bilan anikin bu yerda mening birdan-bir o'rgangan kallamga singan narsa odamlarning yaratgan egisi bor degan narsa bu singib ketdi. Chunki dunyodagi hamma dinda shu yaratgan egisi borligini e'tirof qiladi. Yani ular payg'ambarlarga o'xshamaydi ekan, ammo yaratgan egisi bir ekanligini e'tirof qilmaydigan din yo'q. Muşunu bilan bu Beijing universitetida o'qigan darslikda mening kallamga singib ketgan narsa bizning yaratgan egimiz to'g'riliq chunqur singib ketdi. Shuning bilan o Marksizm, Leninizm deganning butun yolg'on ekanligini shu vaqtda tushungan. Endi ben şu dersler o'qish jarayonida his qilganlarim endi ashular mening oldi bilan mening kallam marksizmcha yuyildi. Bundan keyin marksizmning yolg'onlarini biladigan bundaq nazariyalar orqali kallam yana qaytadan yuyildi. Mushundaq bir jarayonlar beshimda o'tgan. Endi bu yerda men his qilgan narsalarni xulosalash to'g'ri kelsa, Xitoyda nashr qilingan tarix degan, Uyg'ur tarixi degan kitobning hammasi yolg'on. Deyotgan gaplarning hammasi yolg'on. To'qigan, Xitoy yozuvchilari to'qigan gap. Shuningdan keyin men Urumchida bir yerlarga borsam, o'shanda qarasam, mana bu yolg'onchi kelyotdi deb kelayotgan odamlarning bir bo'lagida men mana yolg'onchi kelyotdi deb his qildigan bo'ldim. Buning asosli yolg'on nada desa, xalq degan gap yolg'on. Bularning xalq degan gapi yolg'on. Men xalq hukumati deymiz. U xalqning emas. Xalq bag'ishchisi deymiz, xalqning emas. Uning hammasi egisi bor. Bo'libmi bu xalq hukumati degandan o oldiga siz bosingiz kiramaysiz. Xitoyning posi bor. U og'izda bu xalqning hukumati deydi, xalqqa foyda yetkazamiz deydi. Xalq uchun degan gap. Xalq uchun degan gap bor, xalq uchun ishlaymiz deydi. Amaliyotda mashining hammasi yolg'on. Men shundoq bir xalq degan narsani ko'rsamlar, xatni ko'rsamlar, mana birinchi yolg'on chiqdi deb his qildigan bo'ldim. Yeni bir yolg'on hamda Millatlar Ittifoqi degan yolg'on. Qachon Millatlar Ittifoqi yaxshi bo'lib ketdi deb so'zlab ketsa, shu Millatlar Ittifoqi yomonlashgan vaqt. Men shunday tushungan bo'ldim. Xitoyning o'zida Millatlar Ittifoqi bo'lmagan aslida. Ammo hozir qanday qilib bo'ldi? Bu yo'q. Millatlar Ittifoqini ta'kidlagan vaqt biz Xitoy bo'lmagan millatlarga zulm solamiz degandan iborat deb tushungan bo'ldim. Echilib sayrash desa, sen ko'ngling gapning hammani bizga debba, sening ko'nglingda borni biz bilib olaylik, keyin adibini beramiz deb quvvatidi deb tushungan bo'ldim.
Endi mushundaq ideya paydo bo'lgan vaqtlarda, ya'ni 80-yillarda men o'zim kitob yozdim, kitob nashr qildim. Bizning tarix yozuqlarimiz degan kitob nashr qildim. Bu kitobda Marksizm, Leninizm degan narsa yo'q. Uni singdirmaganman. Chunki men allaqachon uni o'rganib, Marksizm deganning uch qashqar men Marksizmni qilmayman demagan bo'lsam-mu, lekin bu shunga olmagan. Uni tahrirlar ko'rib bakib, bu kitob nihoyatda qiziqarli ekan, sopla shu fakti bor ekan, rost gap bor ekan. Ammo shu Marksizm, Leninizmni olmabdi. Boshqalardek oldi bilan Marksizm, Leninizmning so'zini elib, undan keyin deydigan gapini deb, yana xulosalagandimi, shuni xulosalaydigan, bunda yo'l tutmabdi. Buni qanday tushuntiramiz deb cho'ng tahrirlardan so'rabdi. Cho'ng tahrirlar ko'rib bakib, bo'ldi chiqib ketsin deblar. Qo'yib aytgan gap. Shuni bilan bu kitob chiqib ketdi. Xalq qarshi oldi. Mana hozir shu davrda ki uzun o'tmayla bu cheklandi. Ammo hozir yana o kitobni shu topqili bo'ldi. Olti qarasini ishtirib yurgan odamlar nereden bastırıp geldi, Xitayga pul versi, besip birdi ekan, bastırıp ketdi, yana o'qiyotdi. Bu hozir ballarga keldi, u ballar o'qiyotdi o kitobni. Ana mushu narsa menga nihoyatda cho'ng ilhom bo'ldi. Shuning bilan men u yerda turish mumkin bo'lmaganda Amerikaga keldim. Yana meni qo'llagan shu Uyg'ur rahbarlar imzo qo'yib, meni Amerikaga yo'l sep qo'ydi. Vaqti ularda Qabulma eski kitobning ismini yana bir devatgan bo'lsangiz ko'raman dedi. Bizning tarixiy yozuqlarimiz. Bu hozir chet el tiplamdi. Chet elda men uni PDF qilib tayyor qilib qo'ydim. Uni tushirib olsa bo'ldi. U vatanda hozirmi tepiladi ekan. Qizil Noy rasmlari hikoyasi degan yana bir kitob bor. O Noy tadqiqotini bir kim boshlamabdi ekan, men boshlaganda uni qildik, uni tahrir ko'rib, Noy degan Marksizmdan burun bo'lgan ekan, uningda kirgizmabdi desa birni damas deb unimi qo'yib aytdi. Sizlar Mahmud Sabit buna isil adamdi, isil tahrirdi. Shu mana degan bolta karimiz yo'q. Shu vaqtda birni damas dedi, shuni ular o kitobni chiqib ketdi. Mana bu kitoblar hozirgachilik yana xalqning qo'lida bor. Ana mush kitoblar orqali men nima degan desa, men shu vaqtda Uyg'urlar milodi 840-yildan keyin Urqum vodiysidan kelgan, uningdan burun Tarim vodiysi Uyg'ur yo'qdi deganni inkor qildi. O'sha muzeyda saqlanayotgan asari atiqlarni ko'zitish orqali shuning yolg'on ekanligini isbotladim. Va unda degan gap yolg'on deb gap qilmadim. Ammo mening kitoblarimda mushu nuqta bo'lganlik uchun uni rad qildim. Şu endi Amerikaga kelib o'sha ishlarni boshlaydi desam, bu endi o'zimizning vatanimiz bo'lmag'achqa boshqa bir vatanga kelgandan keyin noldan boshlash to'g'ri keldi ekan. Shuning bilan jonni beqish uchun ishlash kerak ekan. Derhal tədqiqatını başlıqlı bo'lmadi, ammo to'plab mangdim. Axir o'sha
bir necha yil oldu endi men pensiyaga chiqib, andan keyin tadqiqotimni qaytadan boshladim. 20 necha kichik broshur maqola, kichik kitoblarni tayyorlab, uni elektronli kitob Google'da nashr qilib qo'ydim. Endi mushu mening Amerikaga kelishdim burun qilgan ishim, men Amerikaga kelgandan keyin qilgan ishim bo'lib qoldi. Endi buni xulosalaydigan bo'lsak, Xitoyda nashr qilingan kitoblar, Uyg'urlar haqida nashr qilingan kitoblar, Xitoy yozganlari bo'lsin, mayli Xitoyning do'stlari yozganlari bo'lsin, Xitoyga yaqin Uyg'urlar yozganlari bo'lsin, shularning hammasi yolg'on. Ba'zi Uyg'urlar haqiqatan Xitoyning yolg'onlarini Uyg'urcha yozib, uni rostga aylantirib, Uyg'urga taqib berdi. Endi shundoq bo'ldi. Buni endi nechik to'g'ri keldi. Bu masalaga mo diqqat qilish kerak. Ammo shunday kitobni o'qiyversa, mening maslahatim, agar shunday kitobni o'qiyversa, shu Xitoyning do'stlari bilan bir yo'lda mangsa, buni deganim hamda Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'urlar mustaqil bo'lsinmi, bo'lmasinmi deb fikr qo'yganda, mustaqil bo'lsin deb qo'l ko'targanlar bilan biz bir yo'lda menishimiz kerak. Ular mustaqil bo'lmasin, Xitoy uni besib yotsin degan bizning ba'zi davlatlarning oxiga ergashmaslik kerak. U davlatlar qaysi? Hozir hammadan biladi. Nəhayət aniq. Ba'zilari bizning diniy qarindoshlarimiz. Biz bunun kelganda nəhayət hushyor bo'lsak bo'lmaydi. Endi shu mening maslahatim, Xitoy nashr qilgan Uyg'ur tarixi deganda o'qimaslik kerak. O'qisimi, uningda mushundaq zahar borligini bilib, shuni rad qilishga tayyor turib o'qish kerak. Qur'on kamsha bir savolni so'rag'im kelib qoldi. Agar shuni javob bergan bo'lsangiz, siz hamda Xitoydan nashr qilingan hamma kitoblar yolg'on dedingiz. Bu hamda shu yakunda qildingiz, uni aniq tushundim. Men bu shu ko'z qarashda. Ammo shu Xitoy tarixida masalan qadimiy kitoblar bor. Shu kitoblarni bu hamda yolg'on qatoriga kirgizib olamizmi yoki shu kitoblarning ichida biroz masalan tarixi yillaridan tarixi ba'zi voqealardan foydalangan yer bormi yo foydalanuvchilik yer bormi desa, shuni qanday qaraysiz? Bu nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Mening deganim, Xitoyda nashr qilingan Xitoy yozuvchilari, hozirgi zamon Xitoy tarixchilari yozgan kitoblar bu asosan yomon qarashlar. Hozirgi demakchi. Hozirgi. Endi shu ayni zamonda yozilib qolgan tarix xotirlarda bularning mayli bizning tilligini olsin, tillimigini olmasin, rost. Agar bizni tillab, bizni yomon ko'rsatib yozgan bo'lsa-mu, shuning shundoq qilganda bir sabab bor. Uni tushunish kerak. Ishqilib, shu Junxo Mingo davridan 1949-yildan ilgari yozilib qolgan Xitoycha bo'lsin, qo'l yozmalarning uning hammasini yolg'on demaymiz. U bizni tillagan bo'lsa-mu rost. Uning hech qaysida men azaldan shu mening davlatimda deydigan narsa yo'q u kitoblarda. Men nurg'un qo'lyozmalarni o'qidim. Ammo uningda bizni tillaydigan narsalar bor. Bizni yomon ko'rdi. Bu ularning odati, ularning mujazi. Men demoqchimanki, shu Junxo Mingo davri, shu
Cumhur Komünistik Partiya devri, Mozdun devrinden burun yazılgan qo'lyozma kitaplarni biz yolg'on demaymiz. Ashuningda yozilgan narsalarning uningda bizni tilligan bo'lsinmi, tilimigan bo'lsinmi, ba'zi narsalar to'g'ri kelmasimi, ya'ni uni yolg'on deb bo'lmaydi. Uningdan foydalanish kerak. Misal nihayet mühim nuqtani so'zlab o'tdingiz. Endi biz hozir biz Amerikadamiz, Amerika turib so'zlayapmiz. Endi Yevropa ellerinde, Yaponiyada, shu nurg'un chet ellarda nurg'un bizning yoshlarimizni jiqqandi. Bu Xitoyning materiallariga biz erishamiz. Burun ishlagan, hozir qilmay ishlaymiz. Hamda shu Xitoy tarixida yozgan siz obdan bilasiz, masalan o'z vaqtidagi Yevropadagi tadqiqotchilar, Uyg'ur tarixchilari oldu. Ular mesela şu Xitoyning materiallarini, nurg'un Xitoyning materiallarini tarjima qilib olgan yerlari bor. Masalan, Owen Latimoningki 3 kitobini o'qib chiqqan, shuning uchun olgan materiallarda endi shu u endi Owen Latimo bo'lgan chog'da albatta xeyli burunqi 1930-yildan burun qishlog'i vaqtida olgan materiallar, shu haqiqiy materiallardan foydalanibdi deb qarayman. Endi siz meni demoqchi bo'ldingiz, hozirgi bizning yoshlarimizga shu savollarni mendan so'rab qoldichi, men javob berardim. Bu chet elda inglizcha bo'lsin, nemischa bo'lsin, fransuzcha bo'lsin, shu materiallardan endi qanday foydalanish kerak deb shu to'g'ri birazroq bir ko'z qarshingizga men demayman. Owen Latimoning kitoblarini shu Amerikaga kelgandan keyin o'qidim. Linda Benson yozgan kitoblarni o'qidim. Shu Amerikada shu 40-yillarda shu Urumchiga berib Uyg'urlarni ziyorat qilgan muxbirlar bor. O Chicago geziti deydigan nurg'un gezilar bor. Shularni tepiladi. Endi shularning kitoblarini o'qish kerak. Ular endi o kitoblarni shu yenilar nenidan yozgan? Bir savol so'rabdi. Turg'un Basnoma kitobini o'qisak bo'ladimi? Rasmiy yo'llanmadan. Endi shu chet el yazgıçları, chet el tarixçileri Uyg'urlar to'g'riliq, Taklimakan Tarim Vadisi to'g'riliq yozgan kitoblarda ular shu Xitoycha manbalardan ko'p foydalangan. Xitoycha manbalarning hammasi bizga foydali emas. Bizga foydali yeri bor, foydasiz yeri bor. Lekin u ayni vaqtda yozilgan narsa. Bunun paydalanışqı buldu. Ama bu Mozdun devrininki hemisi məqsədlik. Bu uçuq aşkarı qılınğan yalğan. TV şunan, radyo şunan, gezit şunan, Uygur'un eşimisi yok. Uygur qarab oturuşdan başka amal yok. O değerli bir o kipine. Muşunda vaqtda şaraitta çıkan kitaplar. Bunda kitaplarını o'qimaga yaxshi o'qisa, uni buningda zahar bor degan narsani oldi bilan qalliga qo'yib qo'yib, aniki o'qish kerak. Savol qo'yib turib o'qish kerak. Endi agar shu hozirgi zamonda shu Xitoy tarixchilari yozgan Uyg'ur tarixi, Şinjan tarixi deganni o'qilaversa, manqurtib chiqadi shu odam. Ecdadını tanımaydigan adam bo'lib chiqadi. Nurbekir bo'lib chiqadi. Endi hozir yana bir nada bir savol qistirildi. O'sha Turg'un Almasning Uyg'urlar degan o'sha kitobiga to'g'riliq siz qanday qaraysiz degan bir savol chiqdi. Endi Turg'unkan bu kitoblarni ko'p materiallardan foydalanib yozgan. Shu da Turg'unkan bu davrida bizim Bartok, odam bilan yaxshi o'tgan,
Yani bu adamın yazgan tarihini Xitay şu tanqidledi. Asli Xitay hükümeti Qurbaveli yazgan bizning tarix yazıqlarımız degende tanqid qilishni buyurgan. Buni apirib İctimai Fanlar Akademiyası'ndaki bir tarixchiga bergan. Mushuningdagi chatoqlarni tep chiqqan. Mushuni tanqidlashga boshlaymiz deb shuningga nima qilgan. Odamning ismini aytmayman. Endi shu odam 1-2 oydan keyin ular debdi buningni tanqidlaydigan hech qanday birini topolmadi. Ya Muzandanga qarshi gap yo'q, sotsializmga qarshi gap yo'q. Bu degan narsalarning har bir tarix voqeani so'zlaganda shuning paketini qo'yib menibdi. Buni tanqidlashga bo'lmaydi ekan. Degandan keyin topmasanglar bo'lmaydi birisini. Degandan keyin shu yana İctimai Fanlar Akademiyası'ndan bir kishi, ma'lum bir kishi, Turg'un Almasning kitobida mubolag'a qilish bor. Azroq tarix paketlarga o'xshamaydigan narsalar bor. Ashuningda bor. Shuni tanqid qilib bo'ldi desa, anda o'zida ashuni tutayaplar. Kelib bu odamni tanqidlash bir qaror qilib ketdi ekan. Shuning bilan bu odamni tanqidladi. Meni shuni tanqidlaydigan maqola yoz deb baxti. Men kitob o'qiyapman, men tahlil qilyapman dedim. Mendan undaq maqola chiqmadi. Undaq yig'inlar berib, uni tanqidlaydigan ishlarga qatnashmadim. Endi bu Turg'unjonning kitobini shu chiqadigan vaqtlarda bir bütün memleketinin bir Uyghur tarixini chiqaradigan bir Uyghur tarixi deydigan bir plani vardı. Uyg'urlarning qisqa tarixi deganni tayyorlayotgan vaqt. Va shu 50-nechchi yilda mavzudan tasdiqlangandan tortib tayyorlik qilayotgan bir kitob. Endi bu shu eng oxirida mush jarayonda endi Uyg'urlarning fikrlash deydigan 3 qatim fikr olibdi bezinde. Her bir qatim fikr olganda bunun o'tmagan gap bu tarix. O'tmagandan keyin bu Turg'unjon bor shu yig'inlarda. Mush Turg'unjon zat o'tkazmaydi ekan uni xatoda. Asosliq shuningga qarshi turadigan odamning birisi bu. Endi keyin bu odamdan chatoq deb buning kitobini tanqidlashga imkon ekan, bu siyosiy masala bo'lib qoldi buniki. Shuning bilan buning kitoblarini tanqidlash boshlandi. Ajaq odamlar tanqidladi, Xitoy yozuvchilar bek tanqidladi, Uyg'urlardan ozroq tanqidlaganlarim bor. Endi bu kitobga qabul qilingan tarixiy paketlar shu asli yozmalardan elingan narsalar nayt ko'p. Endi ba'zi ozroq mubolag'a bor, hamda shoir degan shoirlar hamda ozroq mubolag'a qilgan ayrim bor. Xuddi manchimin odamni paloni nimada kimivatdi, qirivatdi degan gaplarni to'marlagan deb bundoq ozroq sho'ng'aytayotgan gaplar bor. Ondan keyin ba'zi hissiyoti tutib ketganda bu Uyg'urlarning buningga bo'lgan qarshiligi xuddi shu dengiz shovqinlaridek shu o'rlab urilib turadi deydigan mandaq. Mashina ular bek jim tutib oldilar o yozuvchilar. Endi bu yerda endi bu odam nihoyatda hissiyoti pok odam bo'lg'achqa buning g'urur tutib ketganda nihoyatda ba'zi bir dabdabalik so'zlarni ishlatib ketgan. Ammo buningda endi ba'zi bir tarixiy shaxslarning ismini shu topmagan ahvol ostida o'zi shundoq ism qo'yib yerlarni yo'q emas. Masalan,
Modo deb yozilgan bo'lsa, Modoxan davri desa, Xitoycha Modo deb yozsa, u Mevlam Bey olmuş emasmi? U asli Bahadırxan. Bahadır. Turg'unga buni Mitaxan deb degan endi. Mushunda qiliqi ba'zi ismlarda azroq nimalar bor. Bu masala emas. Ammo pokitlari nayt yaxshi. Bu odamning hissiyoti pok. Bunun g'ururi nayt yaxshi. Endi bu jihatda qiziqmaydi. Endi buning endi Marksizm, Leninizm ideyasi bilan qurollanib ketgan yerimu yo'q emas. Ba'zi tahlillarni saqlash shu Marksizm, Leninizmcha xulosa chiqarib o'tadigan yerlarmi bor. Biz Uyg'urlarda bu falsafa Marksizm, Leninizmni yo'q asli Uyg'urlarda. Yusuf Xos Hojibning falsafasi Uyg'ur falsafasi. Marksizm bilan hech qanday munosabat yo'q. Endi mening demoqchi bo'lganim Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobini o'qish kerak. Bu yaxshi kitob. Buningda buni o'qigan odam g'ururi o'sidi. O'zining milliy hissiyoti yo'q o'z qo'zg'aladi. Bu tarbiya yaxshi. Endi bu kitobda endi shunday qilib tamamen tarix uyg'un deb ketgan olmaydi ba'zida. Har qanday odamning cheklimasi bo'ldi. Ba'zi narsalarni endi shunday qilib tarixiy cheklamalar sababidan yetersizlik bo'lib qolgan yeri bo'lishi mumkin degan ko'z qarash turib o'qisa bo'ladi. Buni yaxshi kitob. Bir savol dibingizni o'yingizni buzib qoldim. Yana bir savol Turg'un Kamning shu yozgan kitobi to'g'riliq bir savol kelib qoldi. Shu kitob 70-yilda nashr qilingan o'ylayman, esimda bor. Mana shu chetga chiqishdan burun bu kitobni asli kitobxonlarda shundoq tiziqib turadi. Bu Turkiyada bu shug'ul aslida kelgan asliligini. Mana shu 80-yillar shu vaqtlarda cheklangan vaqtida men shu Dönko'rib bozor chiqsam o'sha haqlab qo'lni setib yuribgan. U odatda asldagi bahosi qancha? 2 qo'y o'shundaqdi. 2 yuan hamda Xitoy puli. Shu vaqtida 5 yuan sotib olsa 1 kundalash tugab ketganda. Demak, ular tasdiqdan o'tgan kitoblar bo'lar shu narsa. Siz abay deb o'zingiz tahrirlar qo'ygan. Masalan, shu ba'zi bir siz degandek gaplarni partiyani nima deyiladigan, Xitoy bilan bo'lgan tarixlarni oshiriladigan yerlarni shu tahrir qilish jarayonida kirgizib o'tganmi yo o'z yozganmi? Shuni xabaringiz bormi? Tahrir buningdagi jiq narsani chiqarib o'tgan. Chiqarib o'tgan. O'zgartami? Ya buningdami bak nayt qudratli, nayt kuchli gaplar bor. Bu menga tunish endi. Bu ham dedim Uyg'urlarning qisqa tarixi degan butun mamlakatning bir nuqtalik kitob. Shu mamlakat planida bor. Shu kitobni chiqarish jarayonida bular qarshi turdi shu bir necha yozuvchi. Asosli Turg'un Kam qatorliq nechasi qarshi turdi. Shuning bilan bu kitob Xitoyning bu davlatlik plani chiqmay qoldi. Chiqmay uni nashr qilish mumkin bo'lmay, yana bir fikrasi, yana fikrasi o'tmay. Shu vaqtlarda men asli fikraydi istaydigan bir azroq bir yolg'on bo'lsa-mu, o'shlar ishni bo'lgan endi. Shu vaqtda nasqitim fikr olgan. Shu fikrdan o'tmay eng oxirda shu 80-yillarga kelganda bu Turg'un Kam bu kitobni o'zi o'tirib qo'ygan fikrlar asosida o'zining bilginini to'plab yezib tayyor qilib buni nashrga beradi. Qashqa nashr qildi bu kitobni deslar. 89-yillik. Shu Xitoyning Uyg'urlarning qisqa tarixi degan kitobi
besilmay to'silib qilib oxir alqi temin voqeasi bo'lgandan keyin endi kim fikr versa anlamaymiz ham bu kitobni chiqarsa endi shu vaqtda u kitobni necha ming nusxa besib chiqaribdi. Bu kitobni besib chiqargandan keyin yana to'sqinlikqa uchrab ashuna turgan vaqtda bu endi shu 89-yili darholla uni uyg'urchaga tarjima qilib uni shu Qurbonvali mas'ul muharrir bo'ladi deb meni shu kitobga muharrirlikka belgilab Korulda nimada Shimg'o boshim zavodida bir oy turdim. Shu yerda bu kitobni eng Uyg'urlarning qisqa tarixi degan davlatning planidagi shu kitobni tahrirladim. Tahrirlab bo'lib uni besqib birib etib qaytib kelib bir hafta bo'lmay bu kitobni ko'rdim. Qarsam bu men nashr qilgan, men nima qilgan tahrirlagan nusxa emas. Asldikisini shu betli muqovisi Qurbonvali mas'ul muharrirning birisida yeziblar buni chiqarib etibdi. Shuning bilan men arz qildim, anikin bu endi Abdum rayonning rahbarlari o'tirsida cho'ng talash-tortishlar bo'ldi. Ba'zi boshliqlar kelib shu turmaga solash kerak debdi, ba'zilar unday ish yo'q debdi. Shunday bo'layotgan shu mezgilda Turg'unolmasdan bu kitob chiqdi. Bu kitobni Qashqarga beribdikan, Qashqarda shu sababdan nurg'un tahrirlar mijozlanib ketdi deyman. Bu kitob shu yerda chiqdi. Shu vaqtlarda hamda nemaga bek Xitoylarning ko'ziga qarab ketmay, ba'zi kitoblarni nashr qiladigan ishlar bor edi. Ashuna qila oladi. Turg'unolgan kitobi shu 80-yillarda chiqqan. Bir şey kısıp koyayım hazır bu kolumdaki bu kitap München'de, Germanya'nın München'de 2010 yıl 4. ayda neşr, kayıt neşr kılgan kitapken bu kitapның kayıt besilgan. Aslidagi nashrisi şu Abay Qurban Kamı deb bitdi. Men hozir Abay jilni salni qutuyam 89-yilga, 89-yilda tunji nashr. U asli nusxasi ko'k toshdi. Uni cheklab etgan, ama chet ellarda maba. Men bu kitobni tavsiya qilaman. Qurban Kamı o'zim tavsiya qilaman. Uyg'urlar o'zlaridan qo'ldan chiqqan Qurban Kamıning kitobi va Turg'un Kamıning kitobi bor. Yana bir ikkisini bor endi. Mencha o'qish tegishli kitoblarni siz endi bu yerda shu bosh kitobni tanqid qilish uchun Uyg'urlarning qisqa tarixi degan shu mamlakatlik plan Xitoy yozib chiqqan kitobni uni nashr qildi. O nashr qilganda mening ismimni mas'ul muharrir deb yozib qo'ygan bilan Uyg'urcha tarjimasiga men nima qilgan nusxa emas, u tahrirlagan nusxa emas. Buni Erkin Asiya Radyosu'da bu degan, bu vaqtda shu yerda shu vaqtda nimalar bo'lgan. Endi shu mezgilda shundoq jiddiy kurash bo'lgan. Bütün Cumhuriyet Cumhuriyeti Uyg'urlarning qisqa tarixi degan kitobni u nashr qildi. Bu tarafdan Uyg'urlar o'zi kuch to'plab o'zlari o'z beshimchilik bilan Turg'unolmas kitobi nashr qilindi. Demak, shu vaqtda shunchalik ikki-do'qoq qila oladigan kuch bor edi. Shunchalik qila oladigan rahbarlar bor edi. Bu endi Nurbekirdan keyin yo'qoldi-ku odam. Shu endi shu vaqtda bu kitob nashr qilingan, bu yaxshi kitob, buni o'qish kerak. Endi buni o'qiganda endi shuning ichidagi ba'zi bir tarix degan hissiyatni qo'shib yozsa bo'lmaydi. To'g'ri. Shoirona ilhom bilan ilhom kirib kelsa bo'lmaydi. Shunga shunday joylarga azroqla diqqat qilib qo'yish bo'ldi. U xatolikmi emas. Shunday qilib bir soat bo'pti.
Nesildeki planımız boyunca şu bugün 1 saat Kur'an kanına sohbet ötküzeyle degan toq. Bunun devamı yani buldu. Kur'an kanına teyyak yani bu to'g'riliq ish qilib yana o'tgangi degandek har qanday fikringlar bo'lsa, talablaringlar bo'lsa yo'llab qo'ysanglar bo'ldi. Andin Abay Kur'an kam deb o'tgan o'z yozgan kitoblarninki hamda to'g'rida nima beka o'zingiz chiqarib qo'ygan bor ko'rishga bo'ldi. Men uni qaytadan yana ulanmasini ulab qo'yma. Ishqib tariximizdan xabar bo'layli degan arzuyim bor. Mishada bugungi suhbat o'rnashtirgan hammalarga ayrim teşekkürümüzü bildirimiz. Barlıq ko'rurmanlarga o'zimizning tashakkurimizni. Rahmat Qurban. Hammalarga rahmat. Endi bugun tayyorlik qilgan, men tayyorlagan yana bir ikki savol bordi. Uni tayyorlikka masalan Osmanlı imperiyasi Uyg'ur tarixidagi qaysi davrlarga to'g'ri keladi. Shu davrlarda bo'lib o'tgan voqealarning bir-biri bilan munosabati bormi yo'qmi degan savoldan yaxshi bir savol qo'yilib ekan. Bu ehtimol tayyorlik qilgan bu hamda yana bir qatimga qoldi. Vaqt yetishmadi. Hammalarning ko'rib berganinglarga rahmat. Bulton davsa rahmat Qur'onga. Rahmat. Haqiqatan yaxshi bir mazmunlarni anglab o'rganyapmiz sizdan. Menimcha boshqalarni huzurlanib anglayotganda hammalar. Siz o'tganda ustoz demang degantingiz, men borgan sirni sizni o'sha ustoz deb qiladi. Rahmat. Bo'lgan keyin azar qilsak Ustoz desanglar men o'ltiramayman. İlyar bir ketdik.